Yana bitta challenge qattig'i. Dohimni cho'lpon haqidagi qo'shig'iga butka o'ynab video oling deyish. Butka o'ynash to'g'risi qo'limdan kelmaydi. Lekin qo'limga mana shunaqa akkaunt kelgandan keyin TDM o'ynamasam bo'lmasdi. O'yinim yoqsa like bilan podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganida, yozuvchi va shoir cho'lponga navbat kelganida jallodlarni o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashladi. Qarsaklar chaldi o'zbek, cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgin Turkiston, bo'lolmadim posponing, kechirmay qarab turdim, qaqradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay, cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda, tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi Gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli madami. Agarda 5 ming yoki 10 ming so'mga $1000 akkauntlarda o'ynamoqchi bo'lsangiz, Diorentga murojaat qilishingiz mumkin. Silkalari videoda.